Yaxşımısızlar qızlar. Ben sizlarning yüzü tüven Xijiljon sirdoshinglar yandım bayan. Bugun xalqaro xonim qizlar bayrami. Shu munosabat bilan jamiyatning illiqligiga, dunyoning go'zalligiga, erlarning hozirgacha sog' salomat yurishiga uzluksiz to'k qo'shayotgan, erlarning yurak parisi ham yurak dorisi bo'lgan navotdek xonim qizlarning bayramini muboraklayman. Hamda to'y qilgan ayollarning oilasining baxtli bo'lishini, o'zining xonishdek taxtli bo'lishini, to'y qilmagan qizlarning tapqan muhabbetining sap bo'lishini, yüzünün dap bo'lishini, yanchug'ida qop bo'lishini, balduroq o'zining amriga ap bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Shunglashqa, bugun sizlarning huzuringlarga bir to'p go'zal qizlarning burunqi yigitidan o'chilib, oxiri bu axlat yigitni talqon yigitga o'zgartib etganligi to'g'riliq hikoyani so'zlamoqchi. Bosh personaj Jimmy jiroq yaqinga dangli qo'ymichi bo'lib, odatda bek oqsa kuku deb yurgashga, do'stlari uni Jimmy Ku deb ataydi. Jimmy Ku 5 yil burun o'zining kuyab pishgan yigiti tarafidan oldinib turmaga tashlandi. Turmadan chiqqan Jimmy Ku qaytadan isil odam bo'lish uchun o'zining pishqan o'nirini ishqa selib, taxtning yotag'ida bekorlik yetib, ochangning yangsi bor deb qo'yib, cho'ng bir planni so'qishga boshlaydi. Bu seriqchash qiz bolaning ismi Elizabet bo'lib, bu qiz jiroq yaqinga dangliq soxta aroq ishlash ustasi. Ishlagan aroqlarining jinjoligini o'zimi farq etolmaydi. Elizabetning ishlagan arog'ining bak to'sisi bo'lg'ashqa, do'stlari uni erkiltib, Yili to deb ataydi. Jimmy Ku qiqos yasinib, burunqi o'g'il do'stining ko'rgazmasiga bellarini to'lg'ab kirdi. "Voy jinim, kep qopsan-ku" degan bo'lsang, oldinga chiqatdim emasmi? Bo'ldi, chiqmayli qo'ying. Sizning o xohlagancha chiqib o'ynaydigan vaqtlaringiz o'tib ketdi. Undaq demagan. Sen mening yuragimning tarisigu. Ha nima? Chilib o'ynaydiganman? Yo'qay. Bu 5 yildan yo'qi. Seni kunda seg'inib, vaqtlar shunchalik qisqa bilinib ketdi. Bu ishlardan hayron qolmayman. Sen bilan yurayotgan vaqtdimi, xil ishlar qisqa bilinadi menga. Seni izdishimdagi sababchi sana shuni deb qo'ymoqchi. Hammachang qaytib keldi. Hamda xonishdak yashaydi. Eng yaxshisi buningdan keyin g'it qisib yur. Mendimi tiqidigan narsa bor. Yilibika qo'lamdagi narsani tiqitlayapman. Jimmy Ku Yilitoni izlab berib, o'zining dahshat bir planining borligini, bu plan amalga oshsa, har birimizga oz deganda necha million kirdiganligini aytadi. Qog'i palpalga, xotin valvalga amroq deb, bularning nishoni Kodiyaning eng qimmat zibizinnati to'san edi. Nima deya satsamayman u? Buningga sadi qanday yiqilishimiz? Buningga biz yiqilishamaymiz. Lekin bir qiz yiqilisha oladi. O qizning ismi Bibi Nur bo'lib, dangliq cho'lpon, naqshchi, san'atkor, el suygan dangliq o'pki zosuychi. Bu qiz ayni vaqtda Shali mo'g'i o'ynab, san'at sohasida dang chiqarg'ashqa, do'stlari uni erkiltib Shabi deb ataydi. Bu qizga yiqilish uchun cho'qim biz bir kiyim loyihalik uchun tutishimiz kerak. Men birsini taniyman. Gadangichi qazva bir loyihalik bor. İsmi Daisy. Odatda to'rlarda mol setib yurgashga, ko'pchilik uni Daisy mol deb ataydi. U cho'qim bizning planimizga qitilishni xohlaydi. Hay jinim, sizga nim bo'ldi? Yig'lab o'tiribsiz-ku. Boshqalar mening asrimni pek ma'tu deydi. Gay, sarang davrdi, poqini yavrdi. Ularga pisand qilib ketmangchi-mi? Tunuguncha men mishada yana bir yarmankini ko'ygan. Voy, uning teximi ma'tuka. Voy aşımı men. Bo'ldi bas. Beshingni ko'ta. Tojang tushmusun. Yishingni to'xtat, o'ting ushmusun. Jinim, beshingni sanglatma bo'ldi. Bundaq tushkun yursang, xili yerlaring sangilab ketadi. Men bilaman. Ochang sanga pul tepishning yo'lini ko'rsatib qo'ydi. Sizga daily bo'lib kiramdim. Voy ko'ta unda daily paylilaringni. Biz degan julub alar shunqar shirkiti. Loq alamiz mundaq. Elito dazmolga planni bir-birlab tushuntirib qo'ydi. Jimmy Ku bo'lsa, tahliliy buyumdan birini yastish uchun Hindistondagi eng dangliq soxta kristal yasash ustasi Ashvariyaning singlisi Vayzaliyaning yiniga boradi.